Darhaqiqat, chet elda o'qish ayniqsa o'zbek oilalari uchun juda katta moliyaviy qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Lekin agar sizga AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya, Vengriya kabi mamlakatlarga to'liq moliyalashtiriladigan grantlar borligini aytsam nima deysiz? Va men to'liq moliyalashtiriladigan deganda haqiqatan ham to'liqni nazarda tutyapman. Hatto o'qish davomida o'qiydigan kitoblaringizgacha qoplaydigan grantlar. Ushbu videoda men sizlarga eng yaxshi grantlardan bir nechtasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Va videoning oxirida men o'zim shaxsan qo'lga kiritgan grantim haqida ham gapirib beraman. Keling, ko'pchilikning orzu qilgan manzilidan boshlaymiz. AQShdan. AQShda o'qigan inson sifatida shuni ayta olamanki, bu xalqaro talabalar uchun eng zo'r joylardan biri. Gap faqat bilim olishda emas, bu yangi madaniyatni o'rganish, dunyo bo'ylab do'stlar orttirish, sayohat qilish va shaxs sifatida o'sish haqida ham. Shuning uchun ham AQSh dunyoning eng ko'p nufuzli universitetlariga mezbonlik qiladi. AQShda magistratura darajasini bepul olish imkonini beradigan dastur bu Fulbright dasturi. Fulbright dasturi magistratura talabalari va yosh mutaxassislarga AQShda 2 yilgacha to'liq moliyalashtirilgan holda o'qish imkoniyatini beradi. Bu degani o'qish to'lovlari, yashash xarajatlari, tibbiy sug'urta va hatto yo'l xarajatlari hammasi qoplanadi degani. Siz dunyoning eng yaxshi universitetlaridan birida deyarli barcha sohalarda o'qiysiz. Demak, bu dasturga kimlar ariza topshira oladi? Ushbu dasturga nomzod bo'lish uchun siz quyidagi talablarga javob berishingiz kerak. Birinchi bo'lib, O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz va ariza topshirish va tanlov jarayonida mamlakatda yashashingiz kerak. Bakalavr ta'limini tugatib, diplomga ega bo'lishingiz kerak. Kamida 2 yillik ish tajribasiga ham ega bo'lishingiz kerak. AQShda magistratura darajasida o'qish uchun yetarli darajada yuqori ingliz tiliga ega bo'lishingiz kerak. Talablarning batafsil ro'yxati bilan rasmiy veb-sayt orqali tanishishingiz mumkin. Uning havolasini ushbu videoning tavsif qismida qoldiraman. Arizangizni topshiradigan portalni ham o'sha yerdan topasiz. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Universitetga alohida hujjat topshirish kerakmi? Yo'q, shart emas. Dastur sizning yo'nalishingiz va qiziqishlaringizga qarab universitetni tanlab beradi. Ariza to'ldirish jarayonida siz o'z xohishingizni bildirishingiz mumkin, lekin aynan o'sha universitetga qabul qilinishingiz kafolatlanmaydi. Fulbright stipendiyasi nimalarni qoplaydi? Agar ushbu grantni qo'lga kiritsangiz, quyidagi xarajatlar qoplab beriladi. J1 vizasi bilan bog'liq xarajatlar va hujjatlar bo'yicha yordam, to'liq kontrakt to'lovi, tibbiy sug'urta, oylik stipendiya, kitob va o'quv materiallari uchun mablag', AQShga borish va qaytish uchun aviachiptalar. Hujjat topshirish muddati qachon? Keyingi ariza topshirish muddati 25-may, ya'ni siz hozirdan ariza topshirishingiz mumkin. Hech shubhasiz ko'pchilikning keyingi orzu qiladigan joyi bu Buyuk Britaniya. Qizil avtobuslar, qirollik soqchilari, yomg'irli London, Big Ben, orzu kabi eshitiladi, to'g'rimi? Va ko'p o'zbek talabalari uchun bu haqiqatan ham shunday. Va bu imkoniyatni beradigan Chivnin stipendiyasi haqida gaplashamiz. Bu Buyuk Britaniya hukumatining dasturi bo'lib, iqtidorli o'zbekistonliklarga Buyuk Britaniyada 1 yillik magistratura darajasini olish imkoniyatini beradi. Va bu faqat Angliya degani emas, siz Uels, Shotlandiya yoki hatto Shimoliy Irlandiyada ham o'qishingiz mumkin. Demak, Chivnin dasturiga kimlar ariza topshira oladi? Mana siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy talablar. Birinchi navbatda Chivnin dasturining ro'yxatiga kirgan mamlakat fuqarosi bo'lishingiz kerak. Va ha, O'zbekiston ham bor ro'yxatda. O'qishni tugatgandan so'ng O'zbekistonga qaytib kamida 2 yil davomida ishlashingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, kamida 2 yillik ish tajribasiga ega bo'lishingiz kerak. Bu taxminan 2800 soat ish tajribasi degani. Buyuk Britaniya magistratura dasturiga mos keladigan bakalavr diplomingiz bo'lishi kerak. Ariza muddati tugagunga qadar Chivnin stipendiyasiga mos keluvchi 3 ta Buyuk Britaniya universitetiga hujjat topshirishingiz va belgilangan muddatgacha kamida bittasidan shartsiz qabul xatini olishingiz kerak. Va albatta tanlagan dasturingizning ingliz tili talablariga javob berishingiz kerak. Demak, Chivnin stipendiyasi nimalarni qoplaydi? Agar ushbu stipendiyani qo'lga kiritsangiz, sizga quyidagi xarajatlar qoplab beriladi. To'liq kontrakt to'lovi, hammasi qoplab beriladi. Buyuk Britaniyaga borish va qaytish uchun aviachiptalar. O'qishga yetib kelganingizda joylashib olishingiz uchun pul beriladi. Viza to'lovlari qoplanadi. O'qishni tugatganingizdan so'ng qaytish uchun mablag'. Tuberkuloz testi uchun 75 funtgacha kompensatsiya. Ba'zi davlatlarda viza uchun talab qilinadi. Sayohat xarajatlari uchun qo'shimcha mablag'. Bu aeroportga borish yoki yuk to'lovlari kabi kichik xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Va oylik stipendiya. Uning miqdori Londonda yoki undan tashqarida o'qishingizga qarab farq qilishi mumkin. Xo'sh, dasturga qachon ariza topshirish kerak? Arizalar odatda avgust oyida ochilib, noyabr oyida yopiladi. Shuning uchun agar qiziqsangiz va talablarga mos kelsangiz, tayyorgarlikni hozirdan boshlashingiz mumkin. Chivnin stipendiyasi haqida batafsil ma'lumot va ariza topshirish sahifasiga havolani quyida.
ushbu videoni tavsif qismida qoldiraman. Bu yerdan barcha talablar va ariza jarayoni haqida bilib olishingiz mumkin. Endi esa Germaniyaga, Yevropaning markaziga o'tamiz. Ko'pchilik xalqaro talabalar uchun Germaniya eng yaxshi yo'nalishlardan biri hisoblanadi va bunga juda yaxshi sabab bor. Bu yerda davlat universitetlarida ta'lim olish deyarli bepul. Ya'ni mahalliy talabalar ham, chet elliklar ham bepul o'qishlari mumkin. Lekin faqat kontrakt to'lovidan qutulish bilan ish bitmaydi. Yashash, o'qish materiallari va boshqa xarajatlar ham bor. Va yaxshi hamki bularni qoplaydigan stipendiyalar ham mavjud. Jumladan o'zbekistonlik talabalar uchun ham. Eng ko'p stipendiya beruvchi tashkilotlardan biri DAT, ya'ni German Academic Exchange Service. Oddiy qilib aytganda, DAT Germaniyaning eng yirik stipendiya beruvchi tashkiloti bo'lib, xalqaro talabalarga bepul o'qish imkoniyatini yaratadi. Lekin eng qizig'i shundaki, DAT faqat bitta stipendiya dasturi emas. Aslida u sizning o'qish darajangizga qarab turli xil stipendiya dasturlarini to'plamidir. Va eng yaxshi tomon nima deysizmi? Bu faqat magistratura dasturi bilan cheklanib qolmaydi. Bakalavr va doktorantura talabalari ham ariza topshirishlari mumkin. Ushbu video asosan magistratura darajasidagi stipendiyalar haqida bo'lgani uchun keling o'zbek talabalari uchun mavjud bo'lgan ikkita DAT magistratura stipendiyasini ko'rib chiqamiz. Va birinchi stipendiya bu Development Related Postgraduate Courses yoki oddiy qilib aytganda EPOS. Bu dastur O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlardan kelgan talabalarga mo'ljallangan. Agar siz o'qishni tugatgandan keyin o'z sohangizda mamlakat rivojiga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu stipendiya aynan siz uchun. Xo'sh, kimlar ariza topshira oladi? Nomzod bo'lish uchun siz quyidagi talablarga javob berishingiz kerak. Birinchi navbatda stipendiya uchun mos mamlakatlardan biridan bo'lishingiz kerak. O'zbekiston ro'yxatda bor. Magistratura dasturiga qabul qilish uchun belgilangan talablarga javob berishingiz kerak. Tegishli sohada bakalavr diplomingiz bo'lishi kerak. Kamida 2 yillik ish tajribangiz ham bo'lishi kerak. Rivojlanishga oid kuchli ishtiyoqingizni ko'rsatishingiz kerak. Til talablariga ham javob berishingiz kerak. Dasturlar nemis va ingliz tilida mavjud. Demak, ushbu stipendiyaga qanday ariza topshirish mumkin? Barcha kerakli ma'lumotlarni DATning rasmiy veb-saytidan topishingiz mumkin. Havolani qoldiraman. Lekin umuman olganda jarayon quyidagicha. Avval stipendiya veb-saytida berilgan ro'yxatdan sizga mos keladigan universitet dasturini tanlashingiz kerak. Keyin esa tanlagan dasturning aniq talablarini tekshirish lozim, chunki muddatlar va kerakli hujjatlar dasturingizga qarab biroz farq qilishi mumkin. Arizani tanlagan dasturga topshirganingizdan so'ng tanlov komissiyasi uni ko'rib chiqadi va DAT stipendiyasiga nomzodlarni o'zi tavsiya qiladi. DAT yana bir ajoyib imkoniyatni taklif qiladi. Bu Study Scholarships, Master Studies for all Academic Disciplines. Ya'ni barcha akademik yo'nalishlar uchun magistratura stipendiyalari. EPOS dasturidan farqli tomoni bu stipendiya barcha yo'nalishdagi talabalar uchun ochiq. Ushbu stipendiyaning talablari avval ko'rib chiqqan stipendiyamizdan biroz farq qiladi. Shuning uchun rasmiy DAT saytiga kirib batafsil ma'lumotni tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yana bir ajoyib imkoniyat Italiyaning Maiechi stipendiyasi. Ha, ajoyib pizza, mazali pasta va albatta dunyo darajasidagi universitetlar mamlakati. Maiechi bu Italiya tashqi ishlar va xalqaro hamkorlik vazirligi tomonidan taqdim etiladigan stipendiya bo'lib, aynan siz kabi o'zbek talabalarga Italiyada magistratura darajasida o'qish imkoniyatini yaratadi. Xo'sh, bu stipendiya sizga nimalarni beradi? Siz magistratura, doktorantura, ilmiy tadqiqotlar, italyan tili kurslari, hatto san'at, musiqa va raqs dasturlarida ham qatnashishingiz mumkin. Eng yaxshi tomoni sizga har oy 900 yevro stipendiya beriladi. Kontrakt to'lovi qoplanadi va tibbiy sug'urta ta'minlanadi. Demak, kimlar ariza topshira oladi? Tanlagan dasturingizga qarab, birinchi navbatda sizda tegishli bakalavr yoki magistr darajasi bo'lishi kerak. O'qish tiliga qarab italyan yoki ingliz tilini bilishingiz ham talab qilinadi. Shuningdek, yosh chegaralar ham bor. Ayniqsa magistratura uchun siz 20 yoshdan oshmagan bo'lishingiz kerak. Ariza topshirish jarayoni onlayn tarzda amalga oshiriladi va havolani quyida videoning tagida qoldiraman. Sizdan odatda akademik baholar, ya'ni transkript, til sertifikati, motivatsion xat, rezyume, Italiya universitetidan qabul xati va tavsiyanoma xatlari talab qilinadi hujjat topshirish uchun. Va barcha hujjatlar italyan yoki ingliz tilida bo'lishi kerak. Ariza qabul qilish odatda may oyida boshlanadi. Oxirgi muddat esa 14-iyunni. Maiechi stipendiyasi rasmiy veb-saytining havolasini tavsif qismida qoldirdim. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta tekshirib ko'ring. Keyingi yo'nalishimiz bu Vengriya. Bu safar Vengriya davlat stipendiyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Stipendium Hungaricum. Stipendiya Hungaricum. Stipendiya Vengriya. Bu Yevropaning markazida oliy ta'lim olishni istagan o'zbek talabalar uchun ajoyib imkoniyatdir. Stipendium Hungaricum dasturi Vengriyada xalqaro ta'limni rivojlantirish va Vengriya hamda boshqa davlatlar, jumladan O'zbekiston o'rtasidagi madaniy va ta'lim yo'nalishidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu stipendiya bakalavriat, magistratura va doktorantura darajalarida turli sohalar bo'yicha ta'lim olish imkoniyatini ochib beradi. Ushbu stipendiya juda keng qamrovli bo'lib, u kontrakt to'lovlarini qoplaydi. Yashash xarajatlari uchun oylik stipendiya beradi
turar joy xarajatlariga yordam beradi va tibbiy sug'urtani ham o'z ichiga oladi. Va eng yaxshi tomonlardan biri, siz faqat ingliz tilida emas, balki yana 6 ta boshqa tilda ham ta'lim olishingiz mumkin. Stipendiyaga ariza topshirish uchun siz tanlagan dastur talablariga javob berishingiz kerak. Odatda bu tegishli diplomga ega bo'lishni talab qiladi. Agar siz ingliz tilida o'qitiladigan dasturga ariza topshirsangiz, til bilish darajangizni ham tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, yosh cheklovlari dasturga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq talablarni oldindan tekshirib ko'rish juda muhim. Ariza topshirish jarayoni onlayn tarzda amalga oshiriladi va bir necha bosqichdan iborat. Avval stipendiyaning rasmiy platformasida ariza yaratishingiz kerak. Shuningdek, arizangizni O'zbekistondagi vakolatli tashkilotga, bizning holatda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga topshirishingiz lozim. Havolani ushbu videoning tagida qoldiraman. U yerda stipendiya haqida batafsil ma'lumot va ariza topshirish tartibini topishingiz mumkin. Va nihoyat, va'da qilganimdek, o'zim qo'lga kiritgan stipendiya haqida gaplashamiz. Bu El yurtimida jamg'armasi stipendiyasi. Ishonchim komil, bu nom sizga tanish. Bu dastur bizning hukumatimiz tomonidan taqdim etilgan ajoyib imkoniyat bo'lib, iqtidorli o'zbek talabalariga dunyoning eng yaxshi 300 ta universitetlarida tahsil olish imkonini beradi. Jamg'armaning asosiy maqsadi nima? O'zbekistonning intellektual salohiyatini rivojlantirish. El yurtimida bakalavr, magistratura va doktorantura uchun stipendiyalar taqdim etadi. Ular ayniqsa mamlakatimiz kelajagi uchun muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratishadi. Ya'ni muhandislik, arxitektura, IT va shu kabi sohalar. El yurtimida stipendiyalari juda keng qamrovli. Aniq miqdori mamlakat va yashash narxlariga qarab biroz farq qilishi mumkin. Lekin odatda kontrakt va yashash xarajatlari to'liq qoplanadi. Ishoning, moliyaviy tomondan bemalol ta'minlanasiz. Shuning uchun faqat o'qishga e'tibor qaratishingiz mumkin bo'ladi. Ariza topshirish uchun birinchi navbatda O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak. Dastur darajasiga qarab yosh cheklovlari ham mavjud. Magistratura uchun odatda kamida 6,5 IELTS talab qilinadi. Shuningdek, dunyoning eng yaxshi 300 ta universitetlaridan biri tomonidan berilgan qabul xati kerak bo'ladi. Magistratura va doktorantura uchun ish tajribasi ham talab etiladi. Lekin bundan istisnolar ham bor. Ayniqsa agar siz ta'lim muassasasidan ariza topshirayotgan bo'lsangiz va ijtimoiy sohada ishlashni rejalashtirgan bo'lsangiz. Jamg'arma odatda Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities va US News and World Report xalqaro reytinglarida top 300 talikdan joy olgan universitetlarga e'tibor qaratadi. Demak, qanday qilib ariza topshirasiz? Jarayon onlayn tarzda boshlanadi, lekin bu faqat birinchi bosqich. Avvalo kerakli hujjatlarni jamg'arma portaliga yuklashingiz kerak bo'ladi. Jumladan diplom, uning ilovasi, tegishli ariza, esse, tarjimai hol, ya'ni obyektivka va eng muhimi universitetdan olingan qabul xati. Agar birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tsangiz, keyingi bosqichda IQ testiga o'xshash sinov bo'ladi. Bu test faqat mantiqiy fikrlashni emas, balki tadqiqot va ijodiy fikrlash qobiliyatingizni ham tekshiradi. Undan ham muvaffaqiyatli o'tsangiz, sizni ikkita suhbatga taklif qilishadi. Birinchisi madaniy bilimlar, o'zbek adabiyoti va shu kabi mavzularga oid bo'ladi. Ikkinchisi esa sizning mutaxassisligingizga tegishli, ya'ni nima uchun aynan shu yo'nalishni tanlagansiz va kelajakdagi maqsadlaringiz va rejalaringiz haqida. El yurtimida jamg'armasining rasmiy veb-sayti va Telegram kanaliga havolalarni videoning tagida qoldiraman. U yerda barcha muhim ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Talablar, muddatlar va boshqa foydali narsalar. Shuning uchun albatta tekshirib ko'ring va arizangizni tayyorlashni boshlang. Agar ushbu stipendiya haqida biror savolingiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldiring. Xullas do'stlar, sizlarga ushbu stipendiyalar haqida aytib bermoqchi edim. Agar o'qishga qiziqsangiz, albatta harakat qilib ko'ring. Barcha havolalar videoning tagida. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldiring. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Hammaga omad.